Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizdan vakuumli drablikamiz sotildi. Bularimiz bug'doylarni, makkalarni donini o'g'ib beradi. Motorlari 220 ga ishlaydigan 4 kilovatli motorlardan bo'ladi. Uylaringda 180 tokkacha bemalol ishlayveradi. Xo'p, bunimizda o'sha soatiga 200 kg, 250 kg ga yaqin donlarni maydalaydi. Ko'rishlaring mumkin, mana Xitoyda ishlab chiqarilgan zavodskiy holatda bo'ladi. Mana shu ichidagi bonkerlari makkalaringda, bug'doylaringda shunga o'xshash don mahsulotlarini maydalab beradi. Bunimizda mana setkalari bo'ladi akalar. Vakuum orqali bemalol tortib ishlatsalaring bo'laveradi. Kimga shunaqa apparatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol yetkazib beraveramiz. Mana hozir ham dastavka orqali chiqib ketyapti. Boshqa turdagi drabelkalarimizdan olib kelib qo'yganmiz. Kimga zarur bo'ladigan bo'lsa, shunaqa drabelkalarimiz Qo'qondagi saxiy do'koniga murojaat qilaverasizlar. Optim narxlarda kelishtirib qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Boshqa turdagi texnikalarimizdan ham bor. Bir sidra do'konimizni mana ko'rsatib o'tib ketamiz. Motobloklarimizni ham har xil variantlarda olib kelib qo'yganmiz.